Assalomu alaykum hammaga. Bugun o'sha mashhur askarbinova kislota butun blogerlar, kosmetologlar tarafidan trendga chiqqan vitamin C ni to'g'ri surish qoidalarini hech qanaqa savollar qoldirmasdan tushuntirib beraman va bu savollarga yakun yasaymiz. Birinchi bo'lib, bu askarbinova kislota 8% bo'lib, yuzga qanaqa foydalari bor? Foydalari shundaki, kupiroz bo'lsa, agar haqiqatan kupiroz bo'lsa, kupirozni yaxshi davolab, tomirlarni toraytirib beradi. Agar yuzingizda dog'lar bo'lsa, yaxshigina ochartirib, poralarni ichini tozalab, juda ham yaltirovchi effekt beradi. Vitamin C qanaqa to'g'ri ishlatish kerak? Askarbinova kislotani har kuni kechqurun ishlatamiz. Albatta, birinchi test qilib ko'rishimiz kerak, chunki ko'p terilarga allergiya beradi. Ugrilik, yeringlik ugrisi bor, rozatsiyasi, dermatiti borlarga kategoricheski mumkin emas. Shu uchun avval farqlab olishimiz kerak, kupirozmi o'zi yuzingiz, dermatitmi yoki rozatsiyami. Buni boshqa videolarimda ma'lumot berib ketaman. Agar yuzingizda haqiqatan kupiroz bo'lsa, yaxshi ishlab beradi. Buni srogi atigi 1 oy. Qizlarjonlar, iltimos 1 oydan ortiq surmang va yuzingizni ko'p qiynab qo'ymang. Chunki aptechni hamma vositalar, ishoning, o'zini ограничениялari bor. Butun umrga ishlata olmaysiz. Va yana bitta xatolik, ko'pchilik bahor-yoz oylarida ishlatyapti va yuzlariga assalomu alaykum deb dog'lar tushyapti. Chunki bu bahor-yoz oylarida dog'ni qo'zg'atib yuboradi. Faqatgina kuz-qish oylarida ishlatishimiz mumkin. Oktyabr bilan fevralni oralig'ida. Yana ko'pchilik kommentariyimga savol beradi. Oldin ham video chiqarganman aslida bu haqida, lekin juda yosh bo'lganman, rosa ezmalanib videoni cho'zganman. Shu uchun aniq-tiniq hamma savollarga kommentariylardan kelib chiqib oldim o'zi bu videoni. Qarang. Albatta, kechqurun yuzingizni umvalkalar bilan yuvib top-toza qilib, sochiqda artib, askarbinova kislotani bitta ampulasini sindirib yuzga suramiz va surganimizdan keyin buni albatta 5 daqiqadan keyin yuz tirishishni boshlaydi va ustidan albatta nochnoy krem surishimiz shart. Agar biror xil namlantiruvchi, oziqlantiruvchi surmasangiz, yuzingiz shilimshiq bo'ladi, sizga noqulaylik tug'diradi va tirishib qoladi. Ertalab albatta yuvib tashab, SPF surishimiz shart. Ya'ni bu savol kommentariyimga почти 100 ta savol kelgan, yuviladimi? Yo'q, yuvilmaydi. Ochdik, srazu qo'lga silkitdik, surtdik. Chunki u srazu yorug'likka svet bo'ladimi, quyosh nurimi, yorug'likmi, zakisleniya bo'ladi, ta'sirini yo'qotadi. Ya'ni yuzimizga hech qanaqa ta'sir ko'rsatmaydi. Agar srazu surma ochamiz, darrovgina tiz ochdik, srazu qo'lga silkitdik, surtdik, 5 minut kutdik, ustidan krem surtdik, uxladik. Va mana shu tarzda 1 oy davom etadi. Umid qilamanki, bugungi video ham foydali bo'ldi. Sizlar bilan kosmetolog Angelina. Yaxshi ko'raman, sog' bo'linglar.